qiziq tajriba o'tkazildi. Bir oilada ota ham, ona ham qandli diabetdan aziyat chekadi. Lekin farzand tug'ildi, unda qandli diabeti yo'q. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin 7-8 yoshga borib, bolada sahr, ya'ni qandli diabetni aniqlashyapti. Nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Buni ruhiyat ilmi va psixologiya bilan va meditsina bilan shug'ullanadigan olimlar o'rgana boshlab bildiki, ota bilan ona ma'lum bir vaziyatlarda stress holatlariga baqir-chaqir, o'zini qattiq his qilishi ichkarida o'sha oshqozon osti bezini tushirib yuboryapti, insulin ajralish mexanizmini. Buning natijasida bola ham xuddi shu odatni o'zida hosil qilib olyapti. Ya'ni oiladagi muhit bolaga ta'sir qilib, uni kasal qilyapti. Sizda ham agar shunday holatlarni kuzatayotgan bolangizda giperaktivность, bolangizda ozgina jizg'anaklik, bolangizda ozgina mana shunaqa vaziyatlarda o'zini topolmaslik bo'lyaptimi? Bolani emas, ota-onadan boshlashimiz kerak. 6-aprel kuni biz seminar mashg'ulot o'tkazyapmiz. Bu mashg'ulotda qatnashishingiz uchun siz 64 raqamini izohlarda qoldirsangiz, albatta siz bilan bog'lanishadi. 10 kunlik mashg'ulotda birinchi kuni bepul. O'zingizdan, tanangizdan o'tkazib ko'ring va farzandlaringizga namuna bo'ling. Ko'rishguncha.